Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan kvartli teoriyani bir kichik mavzusi, kichik konsepsiyasi haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman va bu narsani live disection'da harakat qildim qo'yishga. Lekin sell yoki buy olinglar deganim yo'q, lekin shu konsepsiya bilan sizlarga bir ma'lumot berishga harakat qildim. Qachonki dushanba kuni expand bo'ladigan bo'lsa va bu holat nimani anglatadi? Shunaqa konsepsiya bor, ya'ni dushanba kuni expansion beradigan bo'lsa, bu bundan dalolat olishimiz mumkin, что narx keyinchalik u qaytib kelishi uchun o'ziga target sifatida joy tashlab ketadi. Masalan, dushanba kuni kuchli tepaga harakat beradi va undan keyin consolidation bo'ladi narxda va tepada qarama-qarshi yo'nalishda cracking correlation bo'ladigan bo'lsa, target sifatida dushanba kuniga range olishimiz mumkin. Bu hafta mana dushanba kunga ochildi bozor va pastga qarab tushdik. Va Nasdaqda aytilgan tochkaga keldi. Bu narsani bundan oldingi videoda qo'yganman, tushuntirib o'tganman. Va shundan keyin Osiyo sessiyasida уже boshlandi. Narx o'sishda davom etdi. London Nyu-Yorkga kelib ham davom etdi to Nyu-York tugaguncha. Aynan mana shu holatda qilish qiyin edi. Ya'ni buyga signal beradigan joy topish qiyin edi. Ko'rsa bo'ladi, lekin juda ham nima deydi, o'xshashlik foizi kam. Vaholanki dushanba kuni bizda yangilik yo'q edi. Aynan mana shu holatni o'zi, o'sha expansion berishni o'zi bizga уже signal edi keyinchalik narx qaytib kelishiga. Bu qanaqa hosil bo'ldi? Narx tepaga qarab ketdi. Ko'radigan bo'lsak, dushanba, seshanba bizda yangilik yo'q. Chorshanba kuni bor edi. Narx tepaga qarab ketdi, seshanba kuni keldi. Bizda nima? Consolidation holatini ko'rdik. Va shu holatdan keyin chorshanbaga o'tganimizda CPI kuni edi. CPI unaqa katta harakat bergani yo'q. Lekin kichkinaroq time frame'ga o'tadigan bo'lsak, daily cycle indikator qo'yamiz va mana pastiga yashil boks bu bizda chorshanba kuni belgilab beradi. Chorshanba kuni 4 ta sessiyaga bo'lingan va kunni haqiqiy ochilish nuqtasi shu open, ya'ni aytib o'tganman, 00:00 da ochiladi. London sessiyasi tugagandan keyin Osiyo sessiyasi boshlandi va 8:30 da bizda CPI chiqdi. CPI bilan harakatni ko'ryapmiz, back and forth va undan keyin narx tepaga qarab yurish boshladi. Aynan shu tepaga harakat ko'rgandan keyin ko'pchilik harakat qiladi nimada? Mana bu yerda buy olishga. Aynan shu buy olishga harakat qilishadi. Anti-breakerlar deb qolishadi. Price back kelgandan keyin buy, lekin bu pastga qarab ketishda davom etadi. Sabab nima? Sababi bizda sequential SMT, ya'ni Nasdaq, ya'ni London high'ini olishi, lekin S&P'da buni aksini ko'rib turibmiz, ya'ni London high'ga bora olmasligi. Xuddi shu holat Dow Jones'da ham kuzatilyapti. E'tibor beringlar, birinchisi. Уже signalimiz bor. Ya'ni tepada bizda sequential SMT. Bizning konsepsiyamiz dushanba kungi harakatda, ya'ni
narx Dushanbening harakatiga pastga qarab yurishi. CPI bu reaksiyasi. Ya'ni CPI chiqqandan keyin tepaga qarab yurishi, manipulyatsiya berishi, sequential SMT holati va undan keyin pastga qarab yurishi. Bu narsa sequential SMT'da masalan sequential SMT ko'rib deyilami, bo'ldi narx o'sha qarab yuradi degani emas. Sababi buni o'zini sabablari bo'lishi kerak. Ya'ni bir-birini confirm qiladigan narsalar bo'lishi kerak. Bo'lmasa oddiy patternga aylanib qoladi, pattern tradingga aylanib qoladi bu narsa. Undan keyin kichkina sayklga o'tadigan bo'lsanglar, 90 minutlik sayklda nima bor edi bizada bu yerda? Hop, mana buni yoqaman. Manimcha ko'pchiligi o'shanda osonroq bo'ladi ko'rish. Yashil box bu bizada nimani belgilab beradi? New York sessiyasini. New York sessiyasi 4 taga bo'linadi. Aynan o'shaning uchun ham 90 minutlik sayklda betiladi. Narx tepaga yurishni davom ettirdi. Nimaga aynan mana shundan keyin qaytmadi? Sababi bizda London sessiyasini hali olinmagan edi hali. Va bu yerda ham o'zini sababi bor, o'shani gaplashamiz hozir. Narx keldi, bu FVG'dan reaksiya olib past tepaga qarab ketdi. The last movement, ya'ni eng oxirgi tepaga qarab yurish. E'tibor bersanglar, mana shu FVG eng oxirgi tochka bo'lib berdi. Ya'ni narx yana qaytib kelganda bu yerda kirish уже xato. Sababi bu bir marta ishlab berdi, tepaga qarab yurdi va sequential SMT'ni yasab berdi. Bu anaqani manipulyatsiyani keltirib chiqardi. Aynan mana shu FVG. Bo'ldi. Undan keyin qaytib kelganda yana tepaga qarab yuraman, chunki CPI mana kuchli tepaga qarab yurish bizga signal degan narsa bu уже xato bu o'ylash. Endi mavzudan uzoqlashmaymiz. Ikkinchi va uchinchi kvartal New York sessiyasini. Ikkinchi va uchinchi sessiyalar orasida bizada sequential SMT yana. Sababi S&P va Nasdaq New York sessiyasining ikkinchi kvartalini yechib olishi, lekin bu yerda nimani ko'ryapmiz? Umuman boshqa holat, ya'ni ikkinchi kvartalga, uchinchi kvartalga kelib biz olmasligi. Namnoga. Tushunasizlar? Va pastga tushish jarayonida kim uchundir bu tradingda shunaqa narsa borki, men o'zimni ichini o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsak, menga aniqlik kerak. Ya'ni ko'proq confirmation kerak. Narx nimaga o'zgarayotgani, narx nimaga asoslanib yurayotganligi haqida sabab qidirganim uchun men kvartalik teoriyaga kelib qolganman. Tushunasizlar? Bitta dona chartni o'zi bilan ishlash menga neudobno bo'lgani uchun, ko'nglim to'lmagani uchun kvartalik teoriyasini tanlaganman. Sababi bu kvartalik teoriyasi sizlarga ko'proq confirmation, ya'ni price actionni ichkariroq kirib kuzatishinglarga yordam beradi. Buni hozir sababini o'zinglar bilasizlar. 5 minutlik time frame'da 90 minutlik cycle sequential SMT holati ko'rganimizdan keyin 1 minutlik o'taman. Va o'sha kuni trade nimaga olingani haqidagi eng asosiy sabablardan biri mana shu bo'ladi. 1 minutlik o'tdim. Endi qaranglar. Aynan shu holat, hop, mana buni ham yoqaman. Mana sizlarga. O'shanda bo'li o'yinliroq, bo'li tushunarliroq bo'ladi. Qaranglar.
Pastki box nima edi? Pastdagi box chorshanba kuni. Tepadagi box chorshanba kuni New York sessiyasi 3-kvartal. Bu boks bo'ladigan bo'lsa, yashil boks. Bu 90 minutlik saykl va aynan 3-choragi buni 3-choragi 90 minutlik sayklda 3-choragi yana bitta yashil bo'lishi kerak, ko'rsatmayapti bu yerda. 3 3 3 3. Tushunasizlar? 3-saykl. Endi 3-sayklga kelib, boyagi gapirib o'tgan nimamiz, ya'ni Mamatdagi nimadan reaksiya olishi tepaga qarab 5 minutlik. Tepaga qarab ketgandan keyin S&P va Nasdaq 90 minutlik sayklda ikkinchi kvartalni yechishi, lekin Dow Jonesda 90 minutlik sayklda ikkinchi kvartalni yecholmasligi natijasida kelib chiqqan. Yana bitta miyalarni qizdiradigan narsa aynan 10:01da, aynan mana shu candleni ko'rsanglar, S&P ga qaranglar bu chartga. Oq. Lekin Nasdaq va Dow Jonesda qora candle. Bu nimani anglatadi bizga? Bu darslikda o'tilgan. Precision swing point. Ya'ni bitta dona candle orqali buziladigan korrelyatsiya. Aynan mana shu candle haligacha the highest high bo'lib kelyapti. Tracking correlation bo'lgandan keyin aynan o'sha trackga eng yuqori qismida PSP holatini ko'ramiz. Va narx biz pastga tushishi bilan o'sha mana shu yerda kirilgan, adashmasam mana shu boshlanishida yoki bu tugagandan keyin. Ya'ni non trade etmoqchiman sizlarga. Bu 1 soatlik time frame. Aynan shu daily cycle sequential SMT, 90 minutlik cycle sequential SMT va buni ichidagi 1 minutlik time frame micro cycle sequential SMT ko'rgandan keyin PSP holati ko'rgandan keyin 1 minutlikda ana undan keyin kirdim va narx pastga qarab yurishni boshladi. O'shandan beri chorshanba va payshanba kuni faqat pastga qarab yurdi. Endi savol: nimaga S&P'da, nimaga Nasdaqda emas, nimaga Dow Jones'da emas? Buni sababi ko'pchilik уже biladi, failure swing. Bu stop hunt. Bu ham failure swing. Nimaga Dow Jones'da olmaydi? Dow Jones bizga indikator sifatida ishlatiladi. Kimdirlar Dow Jones'da trade qiladi, kimdadir yo'q, lekin bizlar konsepsiyada Dow Jones aynan indikator sifatida o'tiriladi. Va eng yaxshi trade albatta failure swing hosil bo'lgandan keyin. Tushunasizlar? Aynan shu sababli narx pastga qarab yurishni boshladi va bizada dushanba kungi range 50% target sifatida olingan. Shu kelgandan keyin chiqib ketildilar narxdan, buni aynan mana shu keldi. Ertalab 10:00 kelganda o'sha chiqib ketilgan edi. Va hozir consolidation tushamiz. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan aynan shu konsepsiya mana shundan iborat. Bu 100% natija beradi degan konsepsiya emas, lekin rezultatini mana o'zinglar ko'rdinglar. Aynan ya'ni trade qilib bo'lganingdan keyin oldin bu narsani o'ylaydiganlar uchun bizada track in correlation bo'lishidan oldin aynan shu candleda Osiyo sessiyasida, chorshanba kuni Osiyo sessiyasida shu post qoldirganman. Track in correlation bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu range narx o'sha range ichiga yana qaytib kelishi kerak.
deb aytgandim va o'sha holat mana payshanba kuni kelib o'zini natijasini ko'rsatdi. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsalarim o'rtoqlar shulardan iborat edi. Xudo xohlasa, keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.